Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Video yo'riqnomamiz bizda aynan kanalimizdagi kontentga izoh yozgan Azimjonov Lazizbek degan akkaunt foydalanuvchisi tomonidan yuborilgan. Demak, izohga kommentariyada yozgan izohga asosan tayyorlashni lozim bildik. Aynan assalomu alaykum. O'z-o'zini band qilish bo'yicha litsenziya olish va shuni bekor qilishni ham ko'rsatgan iltimos degan mazmundagi o'sha izohlarga asosan tayyorlaymiz. Bu yerda faqat bu ushbu akkaunt egasiga litsenziya olish va shuni bekor qilish yo'nalishida, demak, aynan qaysi litsenziya olish nazarda tutganliklarini qo'shimcha kommentariyada yozib yuborishlarini so'raymiz. Agar imkoniyati bo'lsa, biz u yo'riqnomani ham qilishga harakat qilamiz. Hozirgi holatda biz o'zini o'zi band qilish yo'nalishida aynan jarayonni boshidan oxir, demak, ilovani yuklab olishdan to'kim oxirigacha bo'lgan jarayonni ko'rsatib beramiz. Videoni shu oxirigacha diqqat bilan ko'rishni tavsiya qilamiz. Sababi aynan bu video yo'riqnoma soliq ilovasini yuklab olishdan to'kim o'sha o'zini o'zi band qilish jarayonigacha bo'lgan jarayon to'liq aks ettiriladi. Kelgusida xato qilmaslik uchun tavsiya. Demak, aynan sizni shu video yo'riqnomani oxirigacha ko'rishingiz bo'ladi. Kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang. Yangi kuzatuvchilarimizdan, demak, aynan kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Aynan kanalimizda joylashtirilgan turli video yo'riqnomalar, ularning hayotlarida zarur bo'lgan xizmatlar aynan qaysi bilishdan qat'iy nazar ko'rib, demak, undan foydalanishsa, shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Har birimizning telefonimizda, qurilmamizda, demak, Play Market, Google Play yoki shunga o'xshagan turli magazinlar mavjud. Shu magazinlar orqali aynan soliq ilovasini lotin alifbosida yozib, qidirib, demak, soliq uz deb yozsak, demak, bu yerda bizda aynan ko'rinib turgan aynan yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazini aynan shu ilovasi mavjud. Soliq mobil ilovasi deydi buni. Aynan shu qurilmani, aynan shu ilovani yuklab olamiz va shu jarayonni yuklab olgandan so'ng davom etamiz. Demak, aynan ilova bizga, qurilmamizga, demak, o'rnatib olindi. Endi shu ilovani ochamiz. Ruxsat berib olamiz va bu yerda o'zingizga, nomingizga olingan telefon raqami orqali, demak, ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ommaviy oferta va maxfiylik siyosati shartlariga roziligimni bildiraman degan mazmunda, demak, e'lonni bitishga qilib, demak, jarayonni davom etish qilamiz. Bu yerda ostida til tanlash imkoniyatlari ham mavjud. Tilni ham tanlab olish mumkin bo'ladi. SMS xabarnoma, aynan SMS kod keladi. Aynan shu kodni kiritib jarayonni davom etasiz. Dastlab pin kodni o'rnatasiz, uni tasdiqlab olasiz. Tasdiqlangandan so'ng biometrik ma'lumotlarni yoqishni istaysizmi degan savol ekranda paydo bo'ladi. Aynan shuni, demak, yoqish qilib jarayon davom etasiz. Endi bu konfidensiallik xavfsizlik qoidalariga ko'ra, demak, aynan shunday biometrik ma'lumotlar orqali tasdiqlagan ma'qulroq. Birov foydalana olmasligini oldini olgan bo'lasiz. Demak, jarayon davom etamiz. Bu yerda eng past qismida 4 ta tugmadan iborat, demak, menyu tugmasi mavjud. Shu menyu tugmasi orqali bizga umumiy xizmatlar bo'limidan soliq hamkordan keyin joylashgan o'zini o'zi band qilish degan yo'nalish mavjud. Bu yerda endilikda biz dastlab foydalanayotganligimiz sababli bu yerda oldin identifikatsiya raqamimiz kiritilgan holatida, demak, o'zi avtomatik aks etgan. Shuni davom etish qilib, demak, jarayon davom etamiz. Kamerani ochishga ruxsat beramiz. O'zingizni yuzingizni Face ID orqali aynan tasdiqlab olasiz. Shaxsimiz tasdiqlandi. Bu bo'yicha e'lon yuqorida, demak, yashil oynada e'lon tugmasi ko'rsatildi. Jarayon davom etamiz. Qo'shimcha ravishda SMS kod keladi. SMS kodni kiritgandan so'ng tasdiqlash qilamiz. Xo'sh, endilikda o'zini o'zi band qilish faoliyat turini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. O'zimiz aynan bu yerda 74 ta yo'nalishda, demak, turli kasb hunarlar mavjud. Demak, aynan shuni qaysi biri sizga aynan taalluqli bo'lsa, o'sha yo'nalishni tanlaysiz. Deylik, men holatimda kulolchilikni tanlab oldim. Shuningdek, keyingi oyna aynan faoliyatingiz joylashgan joyni belgilab o'tishingiz kerak bo'ladi. Aynan qayerda shu yo'nalishda, kulolchilik yo'nalishida faoliyat ko'rsatasiz, aynan o'sha viloyati, tumani va albatta mahallasi tanlanadi. Shu mahallani o'zida orientir, ya'ni mo'ljalni ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu o'zingizni band qilish yo'nalishida, demak, siz qayerda faoliyat ko'rsatasiz. Deylik, meni holatimda shu manzilni belgiladim. Bu yerda joylashuvni yuborish tugmasini tanlaysiz va qurilmangizda ruxsat berasiz. Shuningdek, keltirilgan ma'lumotlarga asosan meni o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatga o'tkazishingizni so'rayman degan mazmunda, demak, ariza mazmunida, arizani shu konteksti mazmunida, demak, e'lonni ustiga bitishga qo'yib, ro'yxatdan o'tishni tanlaysiz. Demak, muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz degan mazmunda aynan bizga e'lon oynamizda paydo bo'ldi. Shundan so'ng, demak, bu yerda bizda namoyon bo'ladigan oynada o'zini o'zi band qilganimizdan so'ng aynan o'zini o'zi band qilish yo'nalishida ma'lumotnomani yuklab olish imkoniyati mavjud. Ijtimoiy soliqlarni to'lash ustuni mavjud. Aynan bu yerda soliq turi, ijtimoiy soliqlarni to'lash 412 ming so'm miqdorda, demak, summa belgilangan.
Demak, ostida ma'lumot mehnat stajiga ega bo'lishni xohlasangiz, ijtimoiy soliqni hisobot davrining 31-dekabrga qadar ixtiyoriy asosda to'lov sanasidagi bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar miqdorda to'lash lozim bo'ladi degan mazmunda e'lon joylashtirilgan. Bu yerda kartangizni biriktirib, bu summani to'lasangiz, sizda o'sha pension fondda aynan pensiya jamg'arilishiga imkoniyat yaratadi. Demak, mening faoliyat turlarim, demak, aynan o'sha faoliyat tanlab o'tgan faoliyat turlaringiz aks etadi. Faoliyat turini qo'shishingiz mumkin bu yerda. Demak, qo'shimcha kulolchilikka demak faoliyat turini qo'shish qilib, boshqa faoliyat turini tanlashingiz imkoniyati mavjud. Bu yerda shartnomalar, yangi oldi shartnomasi, o'sha rekvizitlaringizni kiritib, demak, tegishli tartibda shartnoma imzolashingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, faoliyatni to'xtatib turish uchun demak, mana bu yerda oynasi mavjud. Bu yerda ha'ni bossangiz, avtomatik tarzda tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha faoliyat turi to'xtatiladi. Hozirgi holatda ma'lumotnomani olishda jarayonni ko'rsatib o'tamiz, yuklab olish qilamiz va keyingi oynada bizda demak aynan soliq logotipi tushirilgan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida davlat soliq xizmati organlarida ro'yxatda o'tganligi to'g'risida ma'lumotnoma shakllangan. Aynan QR kodli ma'lumotnoma, aynan biz tanlagan yo'nalish kulolchilik yo'nalishida demak faoliyat boshlangan sanasi aks etgan va o'sha soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, o'zingizni shaxsiy identifikatsiya raqami, hammasi ma'lumotlar aks etadi. Ma'lumotnomani qayergadir ilova qilib ko'rsatishga zarurat beradigan bo'lgan holatda demak soliq to'lov masalalarida aynan bu sizga foydasi tegadi, deylik yoki boshqa yo'nalishlarda qayerda talab qilishsa, ma'lumotnomani yuklash qilib, demak shu yuklangan ma'lumotnomani o'zingizga olib qo'yib, demak faoliyatingizdan foydalansangiz bo'ladi. Bugungi video yo'riqnomamiz aynan o'sha bizda kuzatuvchimizdagi demak iltimoslarga binoan demak o'zini o'zi band qilish yo'nalishida tayyorlash mazmunidagi so'rovlarga asosan Azimjonov Lazizbekni aynan so'rovlarga asosan tayyorlandi. Video yoqqan bo'lsa, takror aytamiz, like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarda uchrashguncha deb qolamiz. Keyingi kontentlarni albatta kuzating. Soliq ilovasi bo'ladimi yoki shunga o'xshagan davlat tomonidan yuritiladigan turli platformalar orqali demak o'sha bizga qulay imkoniyat yaratiladigan yo'nalishlarni demak qilishga harakat qilamiz. Bu kontentni aynan bu video yo'riqnomani aynan ishsiz bo'lgan, biroq qo'lida hunari, kasbi mavjud bo'lgan, kelgusida jamg'arib boriladigan pensiya mablag'laridan foydalanishni maqsad qilgan tanishlaringizga albatta jo'nating. Shular ko'rib demak aynan bundan foydalanishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.